Tongda quyosh bo'lib, tunlar yulduz bo'lib boqasan osmonlardan endi sen. Do'stlaring qalbida mangu o'chmas xotirasan, aslo tark etmagansan bizni sen. Yonimizda bir umr, yonimizda qalbimizda yashaysan sen. Do'stim, seni unutmaymiz bir zum. Yonimizda yurgandek, yonimizda yuragimiz to'rida sen borsan. O'g'lingiz ko'zida aks etar ko'zingiz, ota-onangiz quvonchi bo'lgan edingiz. Tengsiz ijodingiz bugun ro'yobga chiqqanda yonimizda emassiz, afsus hech Yonimizda bir umr, yonimizda qalbimizda yashaysan sen. Do'stim, seni unutmaymiz bir zum. Yonimizda yurgandek, yonimizda yuragimiz to'rida sen borsan. Sen borsan. hech kimdan yordamni siz ayamasdingiz. Men unuta olmasman buni hech. Siz kabi mo'min inson, aziz bo'lgan harom qo'shiqlarim qanotida qo'llingsiz. Yonimizda bir umr, yonimizda qalbimizda yashaysan sen. Do'stim, seni unutmaymiz bir zum. Yonimizda yurgandek, yonimizda yuragimiz to'rida sen borsan. Chingizni Chingiz qilgan, Sardorni Sardor bo'lish darajasigacha o'ta ham katta bir yordami tekkan inson edi Akbar Million akam. Oxiratlari obod bo'lsin. Yosh farzandlari bor edi. Yosh jiyanlarim bor edi, o'g'illari bor edi. O'g'illarini ham sabr tilaymiz, oilasiga, yaqinlariga sabr tilaymiz. Endi bu dunyo shunday yolg'on dunyo ekan, agar rost bo'lgan bo'lsa, men hali ham ishonmayman. Avvalambor tirik bo'lsinlar, yana ham ishonmayman. Agar shunday bo'lgan taqdirda ham millionlab insonga foydasi tekkan, millionlab insonga yaxshilik qilgan, millionlab insonga qancha yaxshilasa ham u insonni kam, bironta insonga hech qanday ziyoni tegmagan. O'zimni ko'zimni oldida mana shu TikTokda mana shunday kirib tomosha qilib o'tirgan insonlarni 10 millionlab, 20 millionlab operatsiyalariga qanchadan qancha muhtoj insonlarga, nogiron insonlarga, uysiz insonlarga hammasiga foydasi tekkan inson edi Akbar Million. Yaxshi kunlarni